Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim, qadrli yurtdoshlarim. Qanday sog'-omonmisizlar? Sizlar bilan mana yana o'z video profillarim orqali ko'rishib turibmiz. Meni bugun tug'ilgan kunim munosabati bilan bir ilhom kelib she'r yozgan edim. Sizlarga shuni o'qib bermoqchiman. Buni sallohasi hozircha sog'-omon yuribman degan she'r. 55 bahorni ko'ryapman. Yaxshini uchratsam kulyapman. Yomondan voh ajab kuyyapman. Hozircha sog'-omon yuryapman. Niyatlar dilimda bir qancha, tashvish ham bo'ladi bir ancha. G'amlarga botmayman o'zimcha. Hozircha sog'-omon turibman. Niyatlar qilurman samimiy, tangalar yig'urman qadimiy. Bu hayot bo'lmagay abadiy. Hozircha tanim sog' yuribman. Yaxshi gap eshitsam suyunib, ba'zilar dardidan kuyunib, ikkala o'g'limga suyanib, oyoq qo'l sog'-omon yuribman. Oyoq qo'l sog'-omon yuribman. Kimlardir ulug' yosh kirmaydi. Kimnida ko'zlari ko'rmaydi. Goh ba'zi odamlar turmaydi. Shunga men shukrlar qilyapman. Hozircha tanim sog' yuribman. Saqlasin har yomon ko'zlardan, saqlasin har balo so'zlardan. Ketmayin qolmaylik o'zlardan. Hozircha yigitdek yuribman. Chuqur bir g'amlarga botmayman. Birovlar g'iybatin qilmayman. Bekorga yuraklar tilmayman. Hech kimga yomonlik qilmayman. 55 bahorni ko'ryapman. Mo'min Umurzoq 2026-yil 2-oy 12-chisiida yozildi bu she'r. Endi sizlarga yana bitta she'rimni ham o'qib bermoqchiman. Buni sallohasi Jayrona deb. Dudog'ingni ko'ribman hayrona. Seni ko'rgandan buyon yurak bo'ldi vayrona. Kela qol qoshima, zahar solma oshima. Seni sevmayman debon, og'ritmagin boshima. Jayrona, sana qoldim hayrona. Duk uradi yurak, mana hozir san kerak. Ko'zlarim ola zarak, shoshib urma ey yurak. Sana ishqim tushibdi, aqlu hushim uchibdi. Qushim uchmay qolibdi, hayolimni olibdi. Jayrona, sana qoldim hayrona. Dudog'ingni ko'ribman hayrona. Sani ko'rgandan buyon yurak bo'ldi vayrona. Ko'ngil ekan na qilay, yana qancha man kutay. Gal qo'lingdan man tutay, qaylarga olib ketay. Jayrona, sana qoldim, yurak qilma vayrona. Mo'min Umurzoq 2026-yil 2-oy 12-chisiida yozildi bu she'r. Endi sizlar bilan xayrlashaman. Sizlar ham shunday shukrona kunlarda hamisha ko'rib yurishlik nasib etsin. Hamisha hammamiz sog'-omon bo'laylik. Niyat, maqsad, orzu, umidlarimizga yetaylik. Meni ko'rib, tinglab tomosha qilganlar murod maqsadlariga yetsin. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aziz vatandoshlar.